Turkiy mifologiyada, xususan O'rta Osiyo turkiy xalqlari afsonalarida tilga olingan Maston kampir tarixiga yuzlansak, Maston kampir iblis bo'lgani sababli g'ayri insoniy tezlikka ega. U chopib ketayotgan otni bemalol quvib yetishi mumkin. Afsonalarda Maston kampir otlarni ortidan quvayotgan holda tasvirlanadi. U nihoyatda ayyor bo'lib, shu tufayli botirlarni yengadi. Shuningdek, Maston kampir oddiy xalqni aldaydi. Ba'zan oddiy odamlar uyiga hurmatli keksa ayol sifatida tashrif buyuradi. Biroq aksar hollarda Maston kampir o'zining haqiqiy jodugar qiyofasida namoyon bo'ladi. Maston kampir juda xunuk, sochlari to'zg'igan holda odamlar ko'ziga ko'rinadi. Uning egri tishlari va uzun hamda vahimali tirnoqlari ham bor. U oziq-ovqatlarni aynitadi, bolalarni o'g'irlaydi yoki ularni almashtirib qo'yadi. Shuningdek, Maston kampir dahshatli qarg'ishlar yog'diradi va odamlarga har tomonlama ziyon yetkazadi. Go'ro'g'li turkumiga kiruvchi Ravshan dostonidagi quyidagi misralarni bir eslang. Xabardor bo'l, Shirvonning ko'p mastoni, mastonlardan xabardor bo'l Ravshanjon.